Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan 2003-yil 1-oyda nashr qilingan tarixiy roman Anjamboy, avtori Nur Rozi. 4-bobning davomi. Ular bugun sal vaqtchiroq yo'lga chiqib qoldi. Qo'rsaqni ravurus to'yg'izib ma'misa, issiq ilib ketishidan ansirdi. Shunga oqshamki o'rdakni pishirib bo'lg'icha kunmi chiqib qoldi. To'xtikam to'qma qo'yindan kallak bir nimalar chegilgan olachpar sagaz yog'liqni chiqardi. Buni Sodiq pochiga olg'ach ketsang bo'ptikan. Qiynanam bilan bir mahallada Sodiq po desa hamma odam biladi. Qadinas og'inam edi. Bechoraning xotin bolasi urug' tuqqunimi, hatto birar mushki to'qsimi yo'q. Mushu narsa bilan ko'nglini xo'sh qilib kun o'tkazdi. Oqsham sana tanglashga nomus qildim, lekin ko'nglim qo'ymadi. Ko'nglini olsin. Bir kunmi bo'lsa xushal xuram o'ssin dedim. Ig'ir kelmasa Baqaxun hayron bo'lib so'radi. Nima? Bu shuncha xijil bo'lg'idek? To'xtikam yerga qarab oldi. Nim bo'ladi? Necha? Mengo illa billah bundaq narsaga asla yaqin yo'lmaydim. Qimarda utib olsam, bergili pulisi yo'q. Mushu narsani hisoblab bergan edi. Ashu og'inamni deb saqlab qo'ygan. Kichik chig'idla ugunib qoptikan. Qancha qildi, faqatla tashlay olmadi. Bu narsami hiliqi yambularmi Qashqarning tavarruki. Oz to'la bir narsaga yarab qoldi. Yambu shu tarafda oqidi. Baqaxun uning qo'lidan u narsani elib qo'yniga soldi. To'xtikam shundala asta beshini ko'tarib, xijil bo'lgan holda uningga qaradi. "Xo'sh, ukam, men endi sana mangdigan yo'lni obdan ko'rsatib qo'yay, ko'rib olgin, xotirjam bo'l. Undaq o'g'ri yo'lda bulangchi yo'q. Bulangchi degan bor-ku, ha degan odam to'la mangdigan cho'ng yo'lda bo'ladi. Bundaq chig'ir yo'llarni o'g'ri bilmaydi. Ko'nglingni to'xtatib mingaversang bo'ladi. Hey, ashu cho'ng yo'lda mingishqa Xudoyim saqlasin. Bu bulangchidan qutulsang, hukumatning qarovulxonasidagi bulangchilarga tutilsan. Shuk turmasang, jondan ayrilsan. Ilohim qurib ketsin u munofiqlar. Juringlar, mangdigan tarafni obdan ko'rib olinglar. Iziqib qalsanglar chataq bo'ladi." To'xtikam egiz bir dongning ustiga chiqib, kun chiqish tarafni ko'rsatdi. "Baqaxun, ana ava yiroqda ko'ringan hammadan egiz tog'chu? Ha, ashu hammadan egiz tog'. Ha, shunda cho'qsi, to'ga loksdak egiz pas. Ha, habballi. Ha, ashu tog'ni qarorlab mangsanglar, kech kirgicha u tog'ning yiniga yetib bora olasizlar. U yerdan u tog'ning u tarafidagi chig'ir yo'lga chiqsizlar. Ashu chig'ir yo'lni tashlamay obdan bir hafta mangsanglar, Xudo buyursa qara qar tog' ig'izga chiqsizlar. Hey, u yer degan o'z tavallikimiz. U yerga yetib barsaqlar ko'nglimiz xotirjam bo'ldi. Qara qar tog' ig'izidan chiqsanglarla, ashu tog'ni bo'ylab oqadigan bir jilg'a bor. Kengligi alohizal 100 qadamda keladi. Suyi tizg'imi chiqmaydi. U jilg'idan o'tib yana bir kun mangsa terak davonga yetib borg'il bo'ldi. U joylarning hammasi o'z tavallikimiz. O'z tavalligiga o'tganda odamning ko'ngli boshqacha ko'tarilib qoladi. O'z uyingning xo'shligi, putqulingning bo'shligi degan shu-da. Uy do'nglarni bilasan. Do'st dushmaningmi tonish, urug' tuqqan el jamoatmi yiningda. Ha, qap sol qo'l tarafni besib mingib salmanglar. Navada sol qo'l tarafni besib mingib qalsanglar, cho'ng yo'lga chiqib qolsizlar. O'g'ri bulangchilarga uchrab qolsizlar. Ha, yana hiliqi bulangchi qarovullarmi bor tiqib. Ular odamni bulab, so'ygan piyoza qilib qo'ydi. Men degandek mangsanglar bo'ladi. Uningdan baland yo'l yo'q. Xayr yo'l bo'lsin. Bo'y qo'llari titragan holda balalarning mangziga birdan so'ydi. Oq yo'l tilab duo tiladi. Amin. Sizlarni Xudoga topshirdim. Ha, Baqaxun unutib qolmasa. Xan bozori gazmalchi Itaxun dukkini. Amin xan. Ha, unutmagan bo'lsang mayli. Kak palt pichoqlarini chanmaydigan, lekin oson qo'lga chiqadigan qilib joylashtir. Navada o'g'ri bulangchi. Hey, bo'ldi. Xotirjam bo'linglar, qo'rqmay mingaveringlar. Men degan u o'g'ri yo'llarda bulangchi yo'q. Xayr, xo'sh, Xudoga omonat. Xo'sh, Xudoga omonat. Bova, xo'sh. Ular uzoq qarsi ko'rinmadi. Shundala To'xtikam o'z yo'liga ravon bo'ldi. Oradan ancha uzoq o'tmayla
Akşam ular qo'ngan Söget Bostan degan heliqi jigdilik mahalladan salva tumoqlarini cho'kirib kiyib olgan ikki otliq odam chiqib keldi. Ular baqaqonlarning orqasidan agishib minib, boshqa bir chig'ir yo'lga kirib ketishdi. Buni hech kishi sezmadi. Ular do'nglardan oshdi, sasliqlardan o'tdi. Bir-biriga mingishib ketgandek giralashgan qatmuqat alatağıl tağlar arasida cho'qqilari bulutlarga taqishib, hammadan egiz ko'ringan tog'ni qarorlab mengi berdi. Eli yetib barg'ili bo'ldigandek yaqinlab ko'ringan bu tog' bargan sari orqasiga yo'tkilib yaraqlab ketgandek cho'qqilari teximo egizlayotgandek to'ylatdi. Qumluq tugedi. Shig'illiq tashliq boshlandi. Tashliqlarda chig'ir yo'llar pat-pat yo'qolib ketdi yoki boshqa yoqlarga boshlaydi. Baqaqonning buning bilan kari bo'lmadi. Ashu egiz tog'ini qarorlab, o'ng qo'lini besib mengi berdi. Mangdi, xili davanlardan açtı. Egizlerinden aylanıp, pastlardan kesip ötdi. Pat-pat kiyikler uçurab, boyunlarını tikkide tutup, tak sakrab ketip qalatdi. To'xtikam ularni yaman yo'lga başlamaptiken. İş qilib u yerdan bo'lmasa, bu yerdan bo'lmasa, u yerdan mang'udek yo'l tepilatdi. Kun tushdan qayrildi. Hiliqi egiz tog'ining bag'rida xili kengri tuzlanlik boshlandi. Birden mağandan keyin bu tuzlanlik tarayıp xuddi tog' o'ttirsidan kesib yo'l olgandekla ikki tarafı tikkida hang'a aylandi. Yana birden mangdi. Hangning kun chiqish tarafidagi tik qiya pastlab cho'nqur jilig'iga tutashdi. Ular shu tapda o'ng tarafi tegib ko'rinmaydigan tik jilg'iga, sol tarafi usti ko'rinmaydigan egiz tog' orasidagi birla eshak aran patadigan targ'ina hang bilan mingishga to'g'ri keldi. Uning ustiga mushu targ'ina hangning ichida har yo'g'on qo'ram toshlar yo'lni to'sib turardi. Odam yoki eshak o'ng tarafga sal-pal siljib ketsalar, tiki ko'rinmay cho'nqur hangga tik mollaq etib tushib ketadi. Baqaqon ularni to'xtatdi. Anjamboy, sen ava eshagini tutib, mushu yerda turib turg'in. Jim turg'in jumo. Men akang, anang, ufkalarni, yana laqluqlarni u boshqa opirib qo'yibla kelay. Faqat bo'ljumo. Baqaqon Anjamboyga shu gaplarni toplab qo'yibla, olachpar eshakni yetiladi. Jumaxon u eshakning orqasidan ittirib mandi. To'xtgan Toshkanboyni ko'tarib, Oyim Tillaxonni yetilab, ularning orqasidan agishib ketdi. Dal mushu yerda ularni falokat bosdi. Ular uzab bir to'qaydan aylanib o'tib ketgandan keyin Anjamboy uyan qarashga boshladi. Uning ko'zi qiyoning yenidan unib chiqqan paqpaq archiga tushdi. U archining yenidagi odam beshi patqidek yo'g'onla kamardan ushaq o't xasaklar, uchar qushlarning paylari chiqib qolgan edi. Anjamboy u kamarga eshak haydaydigan uzun tayoqni uzitib baqqan edi. Tayoq yetmedi. Yamishib chiqay desa, tutqudek, dastigudek bir nima yo'q. Oxir u eshakni so'rab kamarning yiniga yaqin akeldi. Ondan eshakning ustiga lekkida chiqib o'ri bo'ldi. Tik turib tayoqni yana hiliqi kamarga kirgizib baqdi. Bir quloq uzun tayoq aranlab bo'yladi. Uning ichida bir nima borligini bilishga bakla qiziqib qolgan Anjamboy tayoq bilan u kamarni ko'chilaverdi. Dal shu chog'da kamardan yo'g'onlab bir qush paloq-puloq uchib chiqdi-da, eshakni urkitibdi. Anjamboy qiyoning yinig'ila yiqilib tushdi, lekin eshak o'zini to'xtatolmadi. Dal dugunibla jiraga tushib ketdi. Toshlarning bir-biriga urilib so'qilgan taraq turuqlarining aks sadosi jirani zilzilaga keltiribdi. Anjamboy jiraning yinig'ila yiqilgan edi. Jaynaklarini, tizlarini yig'ir qilib oldi. Navada bir g'irich uyang'iroq yiqilgan bo'lsa, u chog'da "Ah, xudo, u mu tugashgan bo'ladi." U qo'rqib tatirib ketgan edi. Yuragi ot chopqandek dukildab, sovuq tarbis turadi. Shundoq bo'lsa-mu, u chacharabla o'rnidan turdi-yu, lekin bak qo'rqib ketganlikdan put-qo'llari lag'ildab titrab joyida turib qoldi. Bir g'azodan keyin yuragining egiz-past so'qishi joyiga tushgandek bo'ldi-da, pastga tikilib qarab turibla qoldi. Amdila chig'ir yo'lning u beshiga chiqqan Baqaqon bayqi taraq turuqni anglabla cho'chib ketdi-da, Anjamboydan ansirab "Apla!" deb orqasiga yenib chapdi. U Anjamboy qolgan hiliqi yerga kelib uyan-buyan qaradi. Lekin Anjamboymi
eshakmi ko'rinmadi. Uning ko'ngli bir peshkanlik yuz berganligini tuyib qoldi-da, yurki qartliq qilib teximi cho'chidi. Ko'zlari chekchiyib, put-qo'llari titrab ketdi. U gangirgan holda pastga qarab bar ovozi bilan tovladi. Anjamboy! Tog' toshlardan, jirolardan o'z ovozining aks sadosi yandi. Lekin Anjamboydan sado bo'lmadi. Baqaxun aloqzada bo'lgan holda qo'llarini og'ziga kanachilab tutib turib, yana tovuldi. Anjamboy! Anjamboy! Bir hazadan keyin jilig'ining ichidan xuddi yerning tegidan chiqqandekla Anjamboyning zil ovoz anglandi. Voy, ha! Baqaxunda umid paydo bo'ldi. Xushalliqdan yuragi o'ynab, ko'zlari parqirab ketdi. O'g'lining ovozini anglag'aniga toza ishonch qilolmay yana tovuldi. Anjamboy! Ha, mana men chiqyapman degandek bir hazadan keyin Anjamboy xurjun qacha kigiz ko'rpalarni ko'tarib, hasirgan holda jilg'idan yamishib chiqdi. Baqaxun ikki qo'llabla o'g'lini quchoqlab oldi. Uningga talmurib qarab, yuz ko'zlarini silab, bir yerang debla turib qoldi. Yo'q dada, hech nim bo'lmadim. Isha bo'ldi. Hech vaqas yo'q. Beshingga kelgan balo qazo ekan. Bo'pti balam. Ko'nglini yerim qilma. Jon bo'lsa jahon, osh bo'lsa qozon. O'zing saq qolgan bo'lsang, shuniga ming qatli shukr qilsak bo'ladi. Qapoq sunib ketdi. Apla, chataq bo'pti. Su eshak nim bo'lib jilig'iga tushib ketdi. Urganmiding? Yo'q, avu kamarda qushlarning paylari turibdi-kan. Nima bor ekan, qarab boqay. Anjamboy xijilliqidan beshni ko'tarmay turib, bo'lgan ishni so'zladi. Baqaxun o'g'lining balaliq qilganligini tushundi. U bo'y jihatda yo'g'on, zamdak ko'ringan bilan texi bala edi. Baqaxun gapmi qilmadi. O'g'lining egib turgan beshini silab qo'ydi-da, uni yetilib ketdi. Ular to'xtxonlar saqlab turgan joyga kelganda, ana nima ish bo'lganligini Anjamboyning beshini egib turishdan bildi. Ammo hech ishni uqmagandek gapmi qilmadi. Ular alohizal birer osh pishimdek mingishgan edi. Yo'l borgansiri tarayib ketdi. Bir-birining orqasidan qator tizilib mingishga majbur bo'lishdi. Dal shu chog'da oldidagi qiyoliqning orqasidan 4 odam sakrabla ularning oldiga tushdi. Ularning qo'lida kaltak, to'qmoq, palti kaka bor edi. Alpazdan odam yeydigandek yovuzlik chiqib turadi. Arkasıdınmı 3 adam ularni qistab kelishdi. Qaraqchilar Baqaxun bilan To'xtxon qo'rqinchda yurki po'kildab tatirib ketishdi. Balalarmı qo'rqinchda cherqirishib ota-onlarga chaplavlashdi. Oradan biri varqirdi. Anglab turish, har qaysinga jon lozim bo'ladigan bo'lsa, hamma vajingni chiqarish, bo'lmasa jiningni olamiz. Bo'lsha chapsan. Baqaxun qo'l bog'lab turib ularga yalvirdi. Jinim g'o'jilarim, rahim qilasizlar. Biz yurt kezib, qalandarchilik qilib jon biqib yurgan musofirlarmiz. Har qaysiga yarg'udak ish nimimiz yo'q. Valaqlama, jiningga turamsan, melingimi? Tiz bo'la. Baqaxunning chekisidan chipildab ter qo'yilishga boshladi. Ko'nglikimi terda o'l bo'lib ketdi. To'xtxon chochlarini cho'vdi. Xirildab ko'ngil aynigandek xirqirab yo'tilib xuddi qirib bir puti go'rga sangilgan mo'maylardek injiqlab turib nola qildi. Bolalarim, mening mushu yetim navrlarimga rahim qilinglar. Alloh egam da'vatinglarni ziyoda qilsin. Rahim qilinglar. Bulanchilarga bundoq yelinib yalvurishlar kar qilmadi. Baqaxunning qo'yinlarini, yanchuqlarini, hatto ishtonning lapazlarini mo chala qo'ymay aqtirib hech narsa topolmadi. To'xtxonning bilakidagi qoshtishi bilazikni tortavlashdi. Aqtirmagan balalarning yanchuqlari qolmadi. Faqat xurjundagi yog'liqqa chigiklik heliqi 4-5 kallik nashila ularni xo'sh qilibdi. Shundoq bo'lsa-mu, uningga yanila rozi bo'lishimdi. Rost qalandar ekan, isit sugat bo'stondan agishib kelganga tushliq ish bo'lmadi. Bekor g'ila 4 kun avar bo'pdiq. Kimi avu xotinni elib olsak bo'lib to'lidi. Manga odamning ko'nglini ilishtirmay Bümdek yüzünü yögüp alsa, asmandaki ay görünüp ketke okşamamdı. Baya anıldın-gu, gep kılalmay injiqlap, xırqırap ketkenlikini, qırıp makaldap kalgan mumay iken. Meyli şu tapta tağda güldek kız çokallar samandek. Bulançlar, ana şu halda kasıldışıp, xurjun kigiz körpüler artılgan eşekni
oldiga silishib pastga tushib ketishdi. Baqaxun ko'zlari qizargan, chekchaygan holda ularning orqasidan qarab turibli qoldi-da, joyida zo'ngla o'ltirib, o'rkirab yig'lab soldi. Tugashdiq, hammadan quruq qoldik. Isit, bir tishlam nonmi qoldirishmidi? Hammani bo'lab ketishdi. Endi qandoq qilaylik? Ah, Xudo, mushkulimizni oson qilg'aysan, boshpana bo'lg'aysan. Baya Baqaxunning bulanchilar bilan toza bir ilishqisi bor edi. Gap so'z yo'q, 2-3ga tetdi. Lekin bolalarga ziyon zahmat yetib qilishdan ansirab, o'zini aron ta'sda besilib jim turib oldi. Navoda o'zi yolg'iz chog'da uchrab qolsidi, o'zining nima bo'lib ketishi bilan kari yo'q, puxadan chiqcha ilishatdi. Hilimi o'zini tutib olgani obdan bo'pti. Bolalari omon qoldi. Xudoga shukr. To'xtixon bilan bolalarimi mishildab yig'layotdi. Faqat Anjambayla yig'lamadi. U levini tishlab, qapqini turganicha bulonchilar ketgan tarafga qarab turadi. U burilib onasi bilan dadasiga birdam tikilib qarab turib qoldi. Ondan temkinlik bilan: "Dada, ikkimiz bulonchilarning orqasidan birib boqmamdiq", dedi. "Nima uchun? Yotadigan, qo'nadigan joyini ko'rib boqayli. Epi bo'lsa, boplab o'tayli." Shu topda Baqaxunning g'ami ularni qandoq boplashda emas, tanga yambulardimi emas, balki nonda edi. Yoq deydi satixi, bolalari och qoldi. Uning ustiga toki shu kunga qadar Anjambayning talab arzularini qondirib kelgan royiga boqqan. Uning hozirgi alfazi xo'p yomon turadi. Yoq desa o'zi yolg'iz berishdan yonmaydi. Bu bolaning mijozi mushundoq, ochiq ham tatliq. Ma'qul, dedi Baqaxun likkida o'rnidan turib. Barsak barayli, lekin qilcha umid yo'q. Xudoyim bir nim demasa, yegili non bo'lmasa qandoq qiladi? Tog' davonlardan qandoq eshib, yurt ichiga qandoq bora oladi? Ma'qul, bulanchlarning qo'ngan joyini topqanmi bo'layli, lekin bulab qochgan nonni biz ilib qochqudek yerga tashlab qo'ymaydi-da. Ota bola ikkisi bulanchlar ketgan yontoliq bilan tövanga pastlab, qat-qat tog'lar orasidagi sal oqadigan kangri jilg'iga tushdi. Tashliq shig'illar orasida ancha-muncha farq etishga bo'ladigan eshak tuyiqining izi bilan minib, bulanchilarning orqasidan agashdi. Pasrak bir tog'dan aylanib o'tganda, chat-chatlari yiroqlardagi tog'larga tutashgan onda-sanda yo'lg'un, archa, chig'lar aralash o'sgan kangri ala yarliqqa chiqib qilishdi. Bu ala yarliqning kunchiqish tarafida xuddi yasab qo'ygandekla yumloq, cho'qsi bulutlarga taqashqudek egiz bir tog' ko'rindi. Eshakning izmi dal shu tarafga ketgan edi. Ular bir choy qaynimi minib, u taqqa yaqinlashdi-da, tog'ning qaptilidagi bir o'ngirga ko'zi tushdi. Dal shu chog'da g'urg'ur shamol chiqib, ularning burniga nashining sisiq ochiq purqi ko'ppida urildi. Baqaxun asta pichirdi. Aran turibdikan nashiga dum tushibdi. Ular chig'larning daldisi bilan minib, o'ngirga yaqinlab keldi. O'ngirning atrofida odam ko'rinmaydi. Eshak o'ngirning past tarafidagi chig'liqqa bog'lab qo'yilgandek ko'rinadi. Hayvon degan shuda, egisi nima g'amda, nima qo'ydi, bilmaydi-da. U eshak ularning kelganligini sezib qoldi bo'lg'ay, ular tarafga qarab quloqlarini ding'ida tik tutib angrashqa boshladi. İkisining qo'rqinchda putqulari lag'laq titrab, ko'zlari chekchib ketdi. Aloqzada bo'lib chig'ning daldisiga kirib olib, yerga ching chaplashib yetib oldi. Elimi Xudoga shukr, biror odam chiqib uyan-buyan qarabmi qo'ymadi. Ular shapa chiqarmay, asta mengib eshakning qishig'i keldi. Xurjun ko'rpilar yana avvalqidakla ortiqliq peti turadi. Xurjunning izimsi yechilmagan, to'qimga qo'lmi tegmagan edi. Nashi xumara tutib, nafs taqildab turolmay qalan ekan, nashini ko'ribla xudini yo'qitibdi. Kelibla o'zini etibdi ulgurlar, deb o'yladi Baqaxun. Shu arada Anjambay shapa chiqarmay tiz-tiz minib, o'ngirning yiniga berib oldi. Baqaxun uni to'sib ololmadi. Hatta sharatlab hay deyishkim ulgurolmadi. Uningcha Anjambay bir yandan yamishib chiqib o'ngirning ichiga qarashqa boshladi. Baqaxun tit-tit bo'lib, "Apla, chataq bo'ldi", deb o'ylab, levini tishlab danqib turibla qoldi. Anjambay o'ngirning og'zida uzoq turmadi. Tizla yenib tushdi. Ular eshakni yeshib, andisha bilan pat-pat orqasiga qarab qo'yib, kelgan yo'li bilan minib yenib keldi. To'xtixon bilan bolalar
saqlab turgan joyga oz qolganda Baqaqun o'g'liga qaydi. Nimishqa unda qaramlik qilsan, tutilib qolsak ulardan terik qutula olamdiq. O chaqda anang bilan aka ukalarning bo'ra, qağa qo'zg'onlarga yem bo'lib tugishib ketmamdi. Qapaqvash. Anjamboy xijil bo'lib shuk bo'lib qoldi. Lekin qilganiga pushaymon qilmadi. Dadasining ko'ziga talmurib qarab turib, tamkinlik bilan javob berdi. Biz yetib borganda biror odam ko'rinmadi. Önkörning ichidinmi biror ovoz tovush anglanmadi. Ko'nglimga guppada gumon tushdi. Ular bizning kelganligimizni navoda sizib qolgan bo'lsa, bizni boplab tutilish uchun boshqa joyda marlab turyotamdikin deb o'ylab önkörning ichiga qarab boqqim keldi. Ular hammasi önkörning ichida ekan. Mastlikda o'ngtay-to'ngtay yetib uxlab ketishibdi. Mingni tepsimi tuymaydi. Ularning u holi qaraganda ata mushu chaqqichimi o'yg'onmay uxlaverdi o'xshaydi. Bosh oyoqlarda chilimlar turdi. Yana qip-qizil bir yata go'sh bor. Önkörning oldidagi kallamdagi har yo'g'on toshlar bilan u ablaqlarning kallasini hay-huy degicha yanchib tashlaydim. Go'sh bir yonga tashlaqliq turdi. Qaraganda qo'taz go'shidek qiladi. Açıqımda hammasini ujuqtirib debdim, lekin o'zimga hay berib to'xtab qoldim. Namartlik bo'lmasin dedim. Uxlab qolgan odamni urish namartlik bo'ladi. O'likni urgan o'xshash. Mard odam undaq qilmaydi. Ochiq ashkar bo'ladi. Ochiq maydonda elishdi. Mardni maydonda sina degan shu-da. Bo'lmaydigan bo'lsa, voy. Ular bizning kelganligimizni sizib qolgan bo'lsa-mu mayli-di. Bu kengri maydonda bir qapas elishatdiq. Obdanla tititiq. Etigen aldığımızı tosup algan çağda açıkım taza geldi. Bir elişay dedim. Lekin sizlerini oylap özümünü besilip şükürüp aldım. Bolmuşçu bizni oylamağan bolsan qandaq qılattın deymen. Edipini bir ettim. Qandaq bir ettin. Tağının üstüge çıkıp taşlar bilen kallı malısını yerip taşlayettim. Herkes tutuq vermeyettim. Sen bek noçuğu. Men senin balanda. Baqaqun oğlunun bu geplerini anlap akli hayranu hes qaldı. Hangtang bulup oğulni hazırla körüvatqandek onun baş ayağa qarab turupla ketdi. Tova, kichikkina turib gepining yo'g'onligini qaramamdigan buning. O'zi mushtak, kallasi qo'sh mushtak. Nima degan bangvashliq, nima degan qaram. Shundoq bo'lsa-mu, xili jigiri bar odam bo'ldiga o'xshaydi. Hozirgi zamonda shundoq odam bo'lmasa bo'zak edi, kun ololmaydi. Kech kirib, kun o'ltirishga oz qolgan edi. Ular tez mingishga boshladi. To'xtagan taqatsizlik bilan ularni saqlab turgan edi. Qarong'u tushib qolgan bo'lsa-mu, do'lanchilarning yana qo'g'lab kelishidan ansirab, ular darhalla yurib ketdi. Oy chiqdi. Yulduzlarmi qo'yiq edi. Lekin yo'riqlikni tog'lar to'sib olganlikdan osmon yo'riq, ular mangdigan yo'l qarong'u edi. Yo'lning tarliqidan birining orqasidan yana biri qator tezilib mangmasa bo'lmaydi. Onun üstüge yol tolumu igiz pes, ongul-dongul edi. Yıkılı kopup, vurulup soqulup gidetti. Ular şu halda minip, yerip halı kalmadı. Tang süzülüşke az kalganda bir dokuda olturup hardok ilişti. Balalar olturupla joy-joyidala uxlab qilishdi. Şu çağda Baqaqun özüge yölünüp uxlavatgan Anjambayning beshini selab turib, onun tünügün kechqurun degan heliqi gaplarni to'xtxonga birma-bir so'zlab berdi. To'xtxon ulug' kichik tindi. Hey, nima iloji bor deyla. Bu bola deganini qiladigan, ko'ngli tartman ishni zo'rlismi qilmaydigan, xudiki cho'ngroqlarga o'zidan cho'ng bo'lsa-mu zodil salom qilmaydigan kaj bu odam bo'lib qoldi. O'tgan yili u chaqda sizlar uyda yo'q edilar. Uning bir saboqdeshining putini G'ulamiddin xon qanjoqni ishda tishlab ekan. Bu bola o ishni bir kun qo'g'labdi. Oxir tutilib tishini chiqib o'tibdi. Bir hafta kirqatlarini yuvib berib, yolvurib aran ta'sda ularning jidinin paslatdim. Yana texi yiliqi Tulxotun Sarxon buvining bir cho'jisini sar ilib qochgan ekan. Bu kaj bola ashu soni tutman deb bir hafta aplashdi. Oxiri tor tutib, torning yiniga bir to'qini bog'lab qo'yib yurib, u sonim tutib o'ltiribdi. Voy deb kelsak ishtola, tlar uyda yo'q. Hamma balaga yolg'iz menla qolgan edim. Yana texi kambag'allarning balalarga bosh bo'lib olib, boyning ballalari bilan so'qishgan, mushtashgan. Voy, kunda jidal so'rab, kunim ketgan. Shundoq bo'lsa-mu, bu balning o'ti boshqacha. Yurkim gurgur ko'ydi.
Es yadim mushu baldila qoladi. Yamanning o'ti yomon bo'ladi degan tamsil bekorga aytilmagan ekan. Uning hozirgi mushu alfozdan qaraganda tusta sepi bor odam bo'ldiga o'xshaydi. Ilohim shundoq bo'lg'idi. Xudoyim murodiga yetkazgidi. Mayli, nimali bo'lmasin, sizlarga o'xshash badanda erkak tuki bor, noch odam bo'lishida gap yo'q. Shundoq, sizning sutlarini emib cho'ng bo'ldi. Bu sizlarga o'xshash sharandoz, chechan odam bo'lishida gap yo'q. Voy, ular cho'chib Anjamboyga qarashdi. Uyg'onib ketibsanda, qiyoliq paslagan siri yo'lmi kengaydi. Demak, tutilishmi azildi, boshmi qaymidi. Endi hiliqi haybatlik egiz tog'lar orqada qolgan edi. Ular bargan siri paslab bir tog'ning aylanmasidan o'tganda, oldi tarafda kengir bir yaqin ko'rindi. Cho'ng kichik hammasi xushalliqda Qashqar tarafga qarab tangla to'g'libatdi. Ay hay! Ah, o'z tavallikimizga yetib kelib qopdik. Yaqin xo'p keng edi. Bu qashda turib to'g'ilsa, u tashda aran anglanadi. Lekin ancha cho'nqurdek ko'rinmaydi. Xuddi gil suyidek qizg'uch porkaplar suv takshi yeyilib asta oqmoqda edi. Cho'nqur do'ng joylarini munda qarabla bilgili bo'lmaydi. Shundoq bo'lsa-mu, ular tavakkul qilib bismillah deb bir-birining qo'llarini ching tutishib suvga kirishdi-da, takshi eqiyotgan do'ngrak joylarini pamlab mengishdi. Har holda ancha cho'nqurmi emaskan. Cho'nqur degan yerlarmi yo'tidan oshmadi. Ular tinch aman holda u boshqa chiqqanda kun o'ltiraylar deb qolgan edi. Birdamdala zavol bo'ldi. Ular qo'ng'idek aplikrak joy izlab bir davandan aylanib o'tishdi. Ikki tog' orasidagi ochiqchilikqa tushdi. Baqaxun 3 putluq danqanni ko'tarib yana orqasiga yandi. Eliqi iqinga berib to'ldirib suv ilib keldi. O'tindan g'am qilmasmi bo'ladi. Qo'lini uzatla quruq o'tchib chiqatdi. To'xtgan yog'liqqa yo'g'ib olgan quritilgan o'giri bilan yanchiqqa silib olgan 4 dal chamg'urda suyuq silan osh etdi. Osh pishdi. Lekin xili uzungacha ichishmidi. Qum laylari tigiga o'ltirib suzilgandan keyin ichishdi. Girich qum chaynasimi hech kishi g'am qilmadi. Payansiz ko'k osmonda sansizlagan yulduzlar jimirlaydi. Ay yo'riqida bolalar taq-taq qattiq egiz past yerga silingan kegizda kiyimlari bilanla yetib uxlab qilishgan edi. Tog'dak yo'lanchuki bo'lgan ona bilan dada yenida tursa, ular nimadan ansiraydi? G'amida yo'q pushildishib, sut uyqusida uxlamoqda edi. Oldi putlari chetilib qo'yilgan eshik o'txas izdab, donguklab mingib, kirsildatib o't yeydi. Baqaxun g'amda edi. Bu yergacha salomat kelib oldi. U taraf qandoq bo'lar? Qaysi taraf bilan mangsa xatarga uchirmas. Xudoyim saqla, hem xatarga uchirmas. Yurtiga berib olsa, salomat bo'lsa, yetimchilar bilan to'xtikam yo'lliq tutgan pullarga oz bo'lsa-mu zamin setib olsa, balalarini osh-to'q qo'ymay cho'ng qilsa, u yerim kechigacha shu xiyollar bilan yotdi. Uxlash mumkin emas edi. Bo'rilar va boshqa yirtqich hayvonlar mushu atrofda to'la deb anglagan edi. Baqaxun uzun sapliq cho'ng paltisini ching tutdi. Qisqa sapliq kichik paltisini beliga qistirib olgan edi. U xiyol surib yotganda yiroqda bir yerda suvning shirildigan ovozi anglandi. U texmo diqqat bilan quloq soldi. Shirildash ular kelgan tarafdan emas, kun chiqish tarafdan anglandi. Taza zan solgan edi. Nozik shirildash yaqinla yerda anglangandek bo'ldi. U o'rnidan turdi. Suv shirildagan tarafga qarab mandi. Alayzal 50-60 qadamdek mang'an edi. Uy o'rnidagi yo'g'onla bir tashning tigidan shirildab tushib yiqayotgan belakdek sup-suk suvni ko'rdi. "Ya hazrat, Xudoning qudratini!" U qong'icha ishdi. Birdam o'ltirgandan keyin yinib keldi. So'zilib yotdi. Bir vaqtda otning kishnishi anglagandek qildi. Baqaxun quliqini ding tikib tingishdi. Degandek noiti yiroqdan otning so'zib kishnishi anglandi. Baqaxun yana xili uzungacha tingishib baqdi, lekin qayta anglanmadi. Ish qilib qandaqla bo'lmasin, tog'ning bu taraflarida ot bor, odami bor, yaqin atrofda charu baqadiganlar bo'lsa kerak. Ba'zida texi turib bo'rilarning qo'rqinchli o'g'lashlari ancha muncha anglanibmi qoladi. Zo mahallada Baqaxunning ko'zi uyquga ilinib qoldi. G'aflat uyqusi uni ilkiga oldi. Demismi, bir necha kundan beriki uyqusizlik
yo'l azobi uni xili holsiratgan edi. Uyquchilikda eshakning hang'irganligini anglaganday qildi. Bir chog'da To'xtixon uni jaynaklab uyg'otdi. "Voy, voy, qopsla, eshak ko'rinmaydi." Baqaxun ko'zini ochdi. Chochiribla o'rnidan turdi. Tong otgan, kun qizirib chiqqan edi. U uyan-buyan qaradi. Degandek eshak hech yerda ko'rinmadi. Bir hazo izladi. Oxiri xili yiroqdagi bir quruq jilg'ining ichidan uning arg'amchida chitib qo'yilgan ikki pachiqi bilan so'ngaklari uchirdi. Eshak bo'rlarga yem bo'lgan edi. "Ah xudo, jinimiz omon qopdi. Panohingda saqlig'iningga shukri." Ular xurjun qacha kegiz ko'rplarni ko'tarib, necha davonlardan ochdi. Baqaxun ko'tarib olgan suv chayqalib ichilib tugidi. Tush bo'lganda yerib ussab bo'lolmay, ikki tog' orasidagi bir o'tloqda to'xtashdi. Shalom archizorliq tog'lar yaqinla ko'rinib turardi. Baqaxun shu taraflardan suv tepilib qolarmikin degan xayol bilan Anjambayni agashtirib suv izlab ketdi. To'xtixon boshqa ballari bilan billa qilib ularni xili uzun saqladi. Ussuzlikdan qalbiklari gaz bog'lab, siziq-siziq yo'ruqlar paydo bo'ldi. Suv tugul Baqaxunning o'zidanmi darak yo'q. To'xtixon tit bo'ldi. Uning pamicha Baqaxun ketgandan keyin erga yaramas laypash xotin bo'lsa-mu, shu chaqqicha 3 qitim osh pishirib bo'ladi. Nima bo'lgandi? Xudoyim o'zing saqla. Jumaxun izlab boray degan edi. To'xtixon qo'ymadi. Shuncha jiq tog'lar orasida na'din izlaydi? Na'ga ketdi? Na'ga emas, kim biladi? Kun o'ltirishga oz qoldi. Endi qandoq qilg'uluq? To'xtixonni g'am bosdi. U ular ketgan tarafga qarab qayg'urib turganda yiroqdan Baqaxun ko'rindi. U bir odamni yutib kelayotgandek qiladi. Uning orqasidan Anjambay bir miltiqni o'shnisiga esib, danqanni ko'tarib agishib kelayotdi. To'xtixon cho'chib ketdi. Hang-tang qilib turibla qoldi. Baqaxun u odamni pam bilan kegizga yotqizdi. U odamning yirtilib titma-katang bo'lib ketgan kiyimlari, qetib ketgan qon dog'lari bilan ala-bulay bo'yilib ketgan edi. Tash tilavatgan, daraxt tutoqlari g'ajivatgan badallardan texicha qon tapchib turardi. Ko'zlarini ocholmay, debla injiqlaydi. Osmon palak tik qiyoning qop bilidagi archa darxiga, puti osmonga, beshi yerga bo'lib ilinib qolgan ekan. Tog'dan yiqilib tushgan o'xshaydi. Qiyoning tagida egar yuganlik bir oq otning o'ligi turdi. Avu yanchuqini shoh ilib yertivatgan ekan. Bir munch pullari chiqib chechilibga qopdi. Yig'ib saq qolgan yanchuqiga yana silib qo'ydim. Xanzudak qildi. Qarmamdigan beshidagi chechini xuddi qiz bolalarning kukulsiga o'xshaydi. Kiyimi shundoq hukumatning odamidek qildi. Bu tog'da nima ish qildikin tang? To'xtixon u odamga birdam qo'rqimsirab qarab turdi-da, beshidagi ro'mil bilan uning yuz ko'zlarini, to'pa changlarini surtdi, yorilarini tozaladi. Qaraganda odamning saq yeri yo'q edi. To'xtamay injiqlaydi. Baqaxun u odamning beshini yo'lidi. To'xtixon danqanda uningga suv ichkizdi. U odamning injiqlishi ostilib, qisiq ko'zlarini mo'llada ochdi, yana yumdi. Xilidan keyin yana ochdi. Atrofiga jonsiz qarab, ularni ko'rib cho'chidi-da, shu hamon ko'zini yumib oldi. Hukumat odam o'xshaydi. Bo'lmasa bu tog'da Xanzo nima ish qildi? Texi mavu miltiqmi hukumat miltiq ekan. O miltiqi bundoq bo'lmaydi. Apla, mushu odamlardan qochib yana mushu odamlarga uchrab qoldikmi nima? Tashlab o'tib ketsak, yillar bo'ri yap bo'ldi. Bo'pti. Bu mo Xudoyimning bandisi ekan. Ko'ngliga insof berar. Peshonimizga kelganini ko'rdik. Ilib olsa, shu pulni ilib ola. Hayot odamni tashlab o'tishga odamning ko'ngli qo'ymaydi. Hey, nagil barsak shu peshkanlik saqlab boqayli. Qani nadin keldikin? U odam yana ko'zini ochdi. Ayyo deb beshini ko'tarmoqchi bo'ldi, lekin ko'tarolmadi. Baqaxun uni yo'ladi. U odam cho'chibqina hammalarga birdan qarab chiqdi. Ondan bu yonga tikildi. Yenidagi miltiqqa ko'zi tushdi. Qo'lini miltiqqa so'zmoqchi bo'ldi, lekin ayyo deb ingrab saldi. Uning bir bilagi sungan, yana bir bilagi sunmagan bo'lsa-mu, xili qattiq zaxmi yegan edi. U Baqaxunga tikildi. Ko'zi bilan miltiqni ishorat qildi. "Xo'y, Baqaxun dadil javob berdi. Tay xoliyo, nega sen da
Nima deb kaldur-kaldurlisizlar? Nima deydi? Rast bularning zuvonini oz to'la bilaman degandek qiladilar, dedi to'xtgan eriga. Nima deydi? Miltiq atalamsan dedi. Askarlarning miltiq atqanligini to'la ko'rgan edim. Atalayman dedim. Oldimizdagi o'taqqa qartib atqin dedi. Men atay. Xo'sh bo'lib ketay, meni atqil qo'yg'ina. Anjamboy dadisiga talmirib turib miltiqqa esildi. Baqaxun bu chaqcha balasining faqatla rayini yandırmagan edi. Shunga, bo'pti, atsang at, muranga taqab turib at, bo'lmasa arqonga uchib ketsan. Ma'qul, voydada xotirjam bo'lg'ina, askarlardan og'inam bor edi. Shular miltiq etishni o'gitib qo'ygan. Anjamboy shundoq debla miltiqni qo'liga oldida 10-15 qadamdek neriga yugurib beribla, yiliqi tog' tarafga qartib, pong ikki pay o'q chiqardi. Miltiq ovozi tog'larni larzaga soldi. Uning aks sadosi tog' orasida xili uzungacha yangradi. Ular xili uzoq saqlashdi. Kunmu kirib ketay deb qoldi. Shu chog'da yiliqi xanzu odam yana da dedi. Anjamboy yana ikki pay o'q atdi. Kun kirib ketdi. Gugum tushdi. Dal shu chog'da otlarning taqraqlagan tuyoq ovozi anglandi. Baqaxun ovozining baricha unlik to'ldi. Oy! 3 otliq odam ular tarafga otlarini choptirib keldi. Ular 10 necha kunlik yo'l azobida bak yerib charchab, uyqusirab ketganligidan tong atqanligini tuymay, miliq uxlab ketishdi. Kun nayzi bo'yi o'rligandila, ondan o'rindan aranla turishdi. Ishikning yinig'ila suv to'ldirilgan chilak chaynaklar to'xtatib qo'yilgan edi. Vaqtcha bo'lib qolgan bo'lsa-mu, tahorat ilib namozlarini o'qishdi. Shu chog'da harbiycha kiyingan bir qirg'iz patnusqa tizilgan qochlarda o'ri chiqib turgan sho'rpalarni akirib ularning oldiga qo'ydi. Arduqlaringiz chiqib qopdimi? Begim sizlardan bak xursand. Sahardila shaharga doktorga bormoqchi edi. Sizlar bilan ko'rishib, ondan mangadigan o'xshaydi. Gepi bordek, qani beqinglar. Paxlan sho'rpisi. Alayda sizlarni deb so'ydik. Tamoqdan keyin men bilan ko'rishsin deydi. Achchiqi bak yomon bak edi. 2-3 yildek bo'ldi. Achchiq yomon, to'la chechildigan bo'lib qoldi. Begim, naning begi? Mushu Qarovulxonaning begi. Tamoqdan keyin Baqaxun bagning hujrasiga kirganda, u yostiqqa yo'linib yotadi. U Baqaxunni ko'rib kuldi. Beshi bilan karvat yenidagi o'rindiqni ko'rsatib o'ltirishga ishorat qildi. Yaxshimisiz? Tamoq yedingizmi? Yedik. Bir oz yaxshi bo'lib qoldingizmi? Sal yomon emas. Ish qilib tungunkidan xili yaxshi. O'ng qo'lim sunibdi. Putlarimning qaysi sog', qaysi zaxmi edi bilgil bo'lmaydi. Ishib ketibdi. Medrat qilimi qo'ymaydi. Peshkellik. Begim, bu nim bo'lib? Nim bo'ladi, ko'nglim yerim. Yurtda ota-onam, xotin bolalarım qolgan. 10 yil bo'ldi, ko'rishalmadim. Sig'inib ketdim. Yoki xat xabar yo'q. Ichim titildab, bakmu bearam bo'lman. O'zimni besilish uchun har kuni u tog' bu tog' chiqaman. Uni buni etib, o'g'lab deganda ko'nglimni xo'sh qilaman. O'g'a kunib qopdiman. Kunim yana shu g'am bilan tunugun janubiy tog' chiqqan edim. Bir arqara uchirdi. Qo'g'lab yiroqqa ketib qopdiman. Bir yerda uni yutirib qo'ydim. Naga ketgando deb uyan qarab xili uzun turib qoldim. Etim tuyuqsizla qattiq kishnab sakrab chichangishib ketdi. Shu anda ko'zim otning sag'irsiga tushib qoldi. Tulum chashqandanmi yo'g'on, ochma quyruqliq bir narsa otning sag'irsiga chaplashib opti. O'zimni tashlab bo'lg'icha ot bak chichangishib ketib, uning bilan qo'shilibla hangga tushib ketdim. Sizga uchirmagan bo'lsam, yoki bo'rga yem bo'latdim, yoki shu yerda tugashgan bo'latdim. Rahmat, hayotimni qutqizib qoldingiz. So'rab olay, siz qaysi yurtdan? Texi ismingizni bilmayman. Opaldin, ismim Baqaxun. Baqaxun. Opalmo balan yurt. Bu yerga yiroq emas. U yerdagi lanziga pat berib turman. Berib kelish oson. Sizga bir maslahatim bor. Men Hili shaharga mangman. Maslahatni puturib olsak, mushu yerda birga ishlasak, qirg'izlar jiq, to'ngchilik qilib bersangiz, sizni obdan rozi qilamiz. Hozirla javob bering. Demayman. Yurtga berib o'ylanib javob bersangiz. Qarovulxon begi ishga qarab to'lidi. Qanisizlar? Shu aman bir askar qizil tovarga yo'galgan bir nima silingan taxsini ko'tarib kirib keldi.
Baqaxun, az bolsunmu mavi tengilarni elib eling. Balalaringizni obdan o'rlashtirib oling. Az bolsunmu biz yana bo'lgandikin Baqaxun tuzut qilmadi. Ashqallat deb tengilarni oldi. Xo'sh, bugun mushunchilik bir nim deyshayli. Bo'lolmayapman. Ish qilib yo'lingizga qarayman. Askarlar bagni harvoga yatqizib shaharga ilib mandi. Baqaxun balalarini agashtirib qarovulxonani aylandi. Bu qarovulxona tog'ning qoptiladagi yanto'liqqa joylashgan edi. Cho'rsiga tashlardan odamning qo'li yetmagidek egiz tam qo'pirilgan. O'ylari kesakdan silingan edi. At eg'illarmi shu qo'roning ichida edi. Ancha jiq odam ko'rinmaydi. 7-8 dak askar uyan buyan chepishib yurishatdi. Qo'roning o'ttirisida bir arg'amchi bo'yi egizlikda bir potay bor edi. Potayda miltiqliq ikki askar atrofiga sinchilab qarashib turardi. Qarovulxonaga yondashgan tik qiyoning yenidagi kangri yo'l xili yiroqdanmi ochiq ko'rinib turardi. Bular to'silib qolmaymiz deb qochgan joy dal mushu qarovulxona edi. Baqaxun aylanib minib dal mushu qarovulxonaning kun bitish tarafidagi jiliqiga kelib qolgan edi. Agar bakka yo'l qo'yib qolmagan bo'lsa, ehtimol jilg'ining u tarafidagi archizarliq tog' orasidan o'tib ketgan bo'lardi. To'xtikam degan ko'rsatgan yerimi dal shu edi. Kim biladi taqdirning bu qismatini. Atsi qarovulxona 2 at qo'shilgan bir harva bilan Baqaxunni yo'lga soldi. 4-bob tugadi.